Ichkariga kirmaysizmi? Yo'q, tashqarida turishingizni qarang. Assalomu alaykum, adasi, yaxshi keldingizmi? Va alaykum assalom. Xudo xohlasa aka, keyingi safar kiramiz to'ylarda. Doim shunaqa deysiz-da. Sinimga uylanganingizga 5 yil bo'ldi, biron marta kirmadingiz hali. O'tirsangiz bo'lardi ozgincha, maza qilib choy-poy qilardi. Boshqa safar aka, to'ylarda kiramiz xudo xohlasa. Tinch bo'linglar. Xo'p. Salom deb qo'ying. Adasi, mashinangiz arendasini to'ladingizmi? Yandexda ham klientlar yaxshi beryapti, amallab to'lab yuringman onasi. Sparkingizni bekor sotib yubordingiz-da. Bu mashinani pulini to'layman deb rosa qiynalyapsiz. Uni buni qo'ygan, qorin ochib ketdi. Shundan oyoq kirib bitta gumma yemaymiz ham maza qilib. Siz ham g'alatisizda. Oyim uyda zo'r qilib qozon kabob qiluvdilar. Kirganingizda birga yeb olardik. Onasi gap ko'paytirmagin. Bilasan, uyingga kirmayman. Shundoq kirib yeb chiqamiz. Qomadingmi? Mana onasi bedana kabobi zo'ri mana shu bo'ladi. Menga qara onasi, senga savolim bor. Sen qanaqa xonadonda katta bo'lganingni bilaman. Mendan oldin qanaqa suvchilik ekanini bilaman. Nimaga aynan menga o'xshagan oddiy kirakash tanlagansan? Sizni tanlashimga keladigan bo'lsak, menga yoqasiz. Siz kasbingizga keladigan bo'lsak, siz aravakash bo'lasizmi, kirakash bo'lasizmi? Menga qizig'i yo'q. Erkak kishi uchun eng og'ir zarba oilasidan keladi. Erkak kishining oilasi tinch bo'lsa, hammasiga erishadi. Men sizga ishonaman. Siz uddalisiz, adasi.